motivatsiyani ota-ona yaxshi sharoit qilish, ota-onani sog'lig'ini ustida ishlash, farzandlarini kelajagidan tashvishlanish motivatsiya beradi misol. Mana haqiqiy realniy erkak kishini oila ro'zg'ori menimcha onani ham buni tashvishlatadi ko'proq, lekin otani ko'proq mas'uliyati, majburiyati bo'ynidagi narsa farzandlarining kelajagi haqida qayg'urish, farzandlarini kelajagini ta'minlash va ana shu narsa birinchi o'rinda motivatsiya beradi. Shaxsan menga shunaqa, meni farzandlarimning kelajagi ko'proq meni o'ylantiradi va men ularga deyarli yaxshi kelajak yaratishim kerak bo'ladi. Va yaxshi kelajak qanaqa? Bu quruq topgan pulingiz bilan emas, qilayotgan ishlaringiz bilan, odamlarga berayotgan qiymatlaringiz bilan, odob, axloq bilan, xarakter bilan, tabiat bilan siz odamlarning kelajakda farzandlarga namuna bo'lishingiz kerak. Bu juda katta mas'uliyat va juda ham nozik mas'uliyat. Bu degani xato qilishga haqqimiz yo'q degani.